Do'stlar, O'zbekistonda yangilik ko'rib turishlaringiz mumkin. Apolovkalarda eng arzon joyga yetib kelganmiz. Ya'ni mana bu zamondagi qolib ketgan apolovkalar ko'rish mumkin. Oldinlari mana bunaqangi yog'ochlarni qo'yishib, bitta imorat qurish uchun qancha reykalarni xoramini chiqarib, o'tinlar, betonlarning ichida qolib ketardi. Endi bularning davri o'tdi. Ya'ni juda ham bir qulay yechimini topishib qo'ydi akalarimiz. Apolovkalarda sifatli joyga yetib kelganmiz. Bu joydagi narxlar 3 million so'mdan boshlanib, bu yog'i yuqorilashib ketaverar ekan. Ya'ni siz talabingizga qarab. Hozirgi kunda eng chempion bo'lib turgan apolovkalarimiz narx-navosi haqida ma'lumotni berasiz aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Aka, zo'r narsani yo'lga qo'yasizlar. Endi bunaqangi yog'ochlarni vobshe keragi yo'q. Shunaqa bo'ldi. Birgina o'q hammasi xal ekan aka. Ha, bunda 4 xil, 5 xil nimada kuyaveradi betonni. Razmerlarda. Bularimizni narxi 9 million so'm chiqyapti. Nechilik aka bu? Lisimiz 208. Aha. 4 ga 2 profil 1,5 stenkada bo'ladi. Aha, nechilik apolovka deyiladi bu? Bu 63lik apolovka deyiladi. 63lik işte chempion apolovkalar. Chempion apolovka. Xo'p, Komplektida 18 metr bo'ladi, ikkita uguli bo'ladi. 19 metr bo'ladi. 19 metrga beton kuyadi. Hamlardan ham qo'shib beriladi. Ana. Ikkitadan narxi necha bo'ldi aka? Narxi 8 million 700 ming qilib beraveramiz obunachilarimiz telefon qilsa. Albatta, 8 million. Yana kelishtirib ham beriladi. Ana, bu aytilgan gaplar bo'ldi, stop emas. Kelishilaveradi. Ha, kelishilinadi yana. Xo'p, Legolarimiz aka. Legolarimiz 50ligi qoldi hozir. 60likka zakaz olingan, zakotopka qilingan. Bularimiz 7 million 800 mingdan chiqyapti. Obunachilarimiz telefon qilsa, xudo xolasa kelishtirib beramiz buni ham. Bo'ldi. Endi aka, Legoni tushunmagan odamlar uchun, hali biz bunaqangi apolovkalarga moslashib qolgan odamlar borda, apolovka desa Lego esga kelmaydi birinchilikda. Ha, shunaqa. Lekin mana bu o'zimizda apolovka. 50likmi, nechilik bu? Bu 50ligimiz bor. 7 million so'm chiqadi bu. 18 metr, 18 metr, hamma yo'g'i bor. Bunimiz 76lik. Bu ham chempion. Bu 9 million 800 ming so'm chiqadi bu. Dastavkalari qayerdan qayergacha bor? Dastavkasi kelishilgan hollarda bo'ladi. Hop, bu videoni ko'rib Samarqanddan telefon qilsam yetkazib beraverasiz. Yetkazib beramiz. Shopirlar bor, gaplashib, tanishib. Bundan tashqari aravalarni ham topishsa bo'lar ekan sizdan. Necha puldan? Aravalar bor. Aravalarimiz 450 mingdan 420 mingga doğru arabalar topiladi. Maşallah. Ana aravalar. Bundan tashqari menga vobshe arzonni ko'rsat. Bular hammasi qimmat ekan deganlaringiz uchun mana bu yerda apolovkalarda eng zo'rlari bor ekan. Ya'ni arenda bo'lib apolovkalar bular. Xo'p, necha puldan bo'lyapti razmerlar? 50lik ekan. 50ligimiz 6 million 200 ming so'm. Ana. 60ligimiz bor 7 million 100 ming so'm. 70ligi bor 7 million 500 ming so'm. 80ligi bor 8 million so'm. 8 million. Keyin loy karitalarimiz bor. Aha, bu standart labon orqasiga tushadigan, ha? Standartni 550 ming so'mdan. 550 ming so'mdan akalar. Lesalarimiz 620 mingdan. Mana shu turishi. Mana shu turishi juda go'zal. Apolovkaga obunachilaringiz telefon qilsa, mana shu narxlarda bittadan arava bonus. Ana. Aravasi ham bonusga ketdi akalar. Mishalka olib ishni boshlasalar ham bo'ldi ekan. Bu orqalariga 6 talik profil qilingan. Orqasiga kapalak qo'yilgan ekan. Eng qizig'i akalarimiz dabavishni qalliroq qilib, shaybalar ham qo'yib ketishgan ekan. Ya'ni bu ishni sifatini yanada oshiradi. Mendan ketguncha klientning pulini olganimgacha emas ekan. Ishlari mustahkam, chiroyli ishlar qilib berishyapti ekan. Xolasangiz arzonchiroq variant, xolasangiz mana bu joyda mana qimmatroq varianti. Kolonnalarimiz necha pul deganlar uchun adashmasam aka, buni 1 metr 1 milliondan bo'lish kerak-a? Ha, obunachilaringizga 1 milliondan qilib beraveramiz. 3 metr bo'ladi, turishi 3 million so'm. Juda zo'r akalar. Xudo xolasa ekranning pastiga raqamini qoldiryapmiz. Qisqa va lo'ndan narxini siraza aytganligimizni hisobiga akalar bittadan like tugmasini bosing. Apolovkani qimmat joydan xarid qilib qo'ygan o'rtoqlaringizga ham kuydirib jo'natib qo'ying hamda apolovka olaman degan akalarimizga bu videolar jo'natib qo'yishlaringizni so'rab qolamiz. Manzillar Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kamin teridan bo'ladi.